hozir o'zim bilgan narsani sizlar bilan bo'lishmoqchi edim. Gruntlar modul deformatsiyasi to'g'risida ikki xil geologiyada ko'rgan bo'lsak, ikki xil keladi. Kompressorniy modul deformatsiya, stampoviy modul deformatsiya. Kompressorniy modul deformatsiya bu qurilish maydonidan tuproq namunasini olib, laboratoriyaga borib, bosim berib, tekshirilib, o'sha yerdan olinadi. Stampoviy modul deformatsiyasi bo'lsa, bu maxsus texnikaga qurilish maydoniga chiqib, o'sha sloyli gruntga stamp bilan birga bosim berib, tuproq cho'kishi olinadi. Bu ikki xil modul deformatsiyadan stampoviy modul deformatsiya ancha haqiqatga yaqin, ancha baland chiqadi. Kompressorning har doim past chiqadi. Shuning uchun agar baland binoli qurilish loyihasini olgan bo'lsanglar, qotgan bo'lsanglar, iloji boricha geologiyani o'sha stampoviysini qildiringlar. Stampoviysi bo'lsa, o'sha haqiqatga yaqin bo'ladi. Mana ahamiyat bersanglar, mana bu yerda ham mana kompressorniy modul deformatsiyaniki 906 megapaskal pastda, undoq qarasanglar o'sha mana stampoviyniki bo'lsa 36 megapaskal, ancha balandda. Bu ancha raznica beradi. Liraga solib, lirada расчет qilganingizda ancha farq qiladi bu. Men 2 barobar ko'tarsanglar kompressorni.